maqtov zikri bor. Subhanalloh valhamdulillah va la ilaha illalloh vallohu akbar desiz, Allohni maqtagan bo'lasiz. Duo zikri bor. Robbana zalamna anfusana va illam taghfir lana va tarhamna lanakunanna minal khosirin desiz, duo bilan zikr qilgan bo'lasiz. Banda uyquga yotishdan avval ham, keyin ham duo qilsin. Bir ishga kirishda ham, tugatganda ham duo qilsin. Oyoq kiyimini kiyib yechganda ham duo qilsin. Yeganda, ichganda, tugatganda ham duo qilsin. Har holatda Allohga duo qilishing seni birodar zokir ekanligini belgisi. Bismillah deding. Alloh men bilan birga deding. Alloh meni ko'rib turibdi deding. Demak sen zokirlardansan. Qur'on o'qiding yoki eshitding. Sen zokirlardansan. Amr ma'ruf qilding, demak sen zokirlardansan. Ilm majlisiga kelding, demak sen zokirlardansan. Allohning roziligini istab qimirlading va Allohni esladingmi? Demak sen zokirlardansan.